Assalomu alaykum yaxshilar, studiyamizga kelgan aziz mehmonlar. Sizlarni ko'rganimizdan behad xursandmiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Shu vatan ravnaqi yo'lida mehnat qilayotgan yurtdoshlar, efirda Siz nima deysiz dasturi. Bugun xavfsiz migratsiya haqida gaplashamiz. Demak, muhokamamiz markazida mehnat migratsiyasi. Xususiy bandlik agentligidan tashrif buyurgan mutaxassislarimizga ham yuqoridagi savollarimizni beramiz. Aynan tartibli va xavfsiz migratsiya jarayonlarini ta'minlashda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Demak, tartibli migratsiyani amalga oshirishda juda ham ko'plab ishlar amalga oshiryapti. Oxirgi bir amalga oshirilgan ishlardan birini misol qilib keltiradigan bo'lsak, masalan, Yevropa bo'ylab xususiy bandlik agentliklari, migratsiya agentligi hamda tashqi ishlar vazirligi birgalikda Yevrotur uyushtirdik. Ya'ni o'sha fuqarolarimizni xavfsiz ishlarga joylashishi uchun o'zimiz o'sha ishlaydigan joylarga borib, ko'rib, vaziyatni bilib, turar joylari, oziq-ovqatlari, ish sharoitlari haqida xabar oldik. Shu dastur davomida biz 6 ta davlatda bo'ldik. Bular Germaniya, Avstriya, Bolgariya, Slovakiya, Polsha va Turkiya davlatlari. Har bir davlatda o'sha fuqarolarimiz bilan ko'rishdik, vaziyatlarini o'rgandik va yangi shartnomalarni qonuniy yo'l bilan fuqarolarimizni jo'natish usullarini va yo'llarini ko'rib keldik. Juda ham yaxshi. Shu o'rinda bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, azizlar. Sizlarga tinchlik, xotirjamlik tilab, xayrlashamiz. Sog' bo'ling.